Akne, ya'ni husnbuzar nega chiqadi? Uni nazorat qilish mumkinmi? Siz bilan dermatolog shifokori doktor Mirkamol bir necha yildan beri ko'plab husnbuzar toshgan bemorlarga yordam berdik, ularni xursandchiligiga sababchi bo'ldik. 4 mingdan ortiq bemorlar bizda davo topishdi. Bugun siz bilan husnbuzar kelib chiqish sabablari, uni davolashda qanday vositalar ishlatiladi va unda yo'l qo'yiladigan xatoliklar haqida to'liqroq va batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Darsligimizni boshlashdan oldin sizga bir narsani aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya beraman. Ko'pchilik ko'rayotgan 60-70% videoni oxirigacha ko'rmasdan keyin ko'raman deb tashlab ketishi mumkin. Siz oxirigacha ko'rsangiz, albatta bonuslarga ega bo'lasiz va husnbuzar davosi, uni kelib chiqish sabablari haqida foydali ma'lumotlarga ega bo'lib, uni amaliyotingizda ishlatishingiz mumkin. Husnbuzarlar, ya'ni aknelar bu shunchaki teridagi toshgan toshmalar emas. Uni qaratmasangiz, davolanmasangiz, u o'rta og'ir darajalarga olib keladi va undan keyin sizda teringizda xunuvdan-xunuv chandiqlar, dog'lar qolishiga sabab bo'ladi. Ko'pchilikning qiladigan xatosi bu davoni boshlashadi yoki noto'g'ri boshlashadi yoki boshlangan to'g'ri davoni erta to'xtatib qo'yishadi. Davodan yaxshilanib qoldim deb hisoblashadi va davoni to'xtatib qo'yishadi. Va bu davoni erta to'xtatish toshmalarni erta qaytalanishiga sabab bo'ladi. Akne, ya'ni husnbuzarlar o'zi qanaqa paydo bo'ladi? Uni paydo bo'lish mexanizmi qanaqa? Shu haqida aytib o'taman hozir sizlarga. Umuman akne, husnbuzar bu yog' bezlari faoliyatini buzilishi bilan bog'liq holat. Yog' bezlari akneda kattalashadi, ko'p yog' ishlab chiqaradi va yog' va o'lik hujayralar poralarga tiqilib qoladi. Va poraga tiqilib qolgandan keyin o'tda bakteriya ko'payish uchun sharoit paydo bo'ladi va terimizda har xil yallig'lanishli toshmalar paydo bo'ladi. Ya'ni bular ochiq, yopiq komedonlar, tugunchalar, yiringchalar paydo bo'lib, toshma toshishi ko'rishimiz mumkin. Aynan yog' bezlari faoliyatiga ta'sir etadigan narsa esa bu yerda androgen, ya'ni gormonlar hisoblanadi. Husnbuzar, ya'ni akne paydo bo'lishidagi birinchi zveno, asosiy zveno bu gormonlar. Qaysi gormonlar? Bular androgenlar, ya'ni erkaklik gormonlari. Erkaklik gormonlari faqatgina erkaklarda emas, ayollarda ham bo'ladi. Aynan shu gormonlar balog'at yoshidan oshishni boshlaydi. Aynan ular yog' bezlari faoliyatiga ta'sir ko'rsatadi. Teri yog'li bo'ladi, poralar yog'lar bilan berkilanadi va yuzlarda yog'li yaltirashlarni ko'rishni boshlaymiz. Ana shu belgilar paydo bo'lishni boshlagandan keyin ko'pchilikda terisida komedonlar, ya'ni oq-qora tochkalar paydo bo'ladi. Tuguncha yiringchali husnbuzar toshmalari paydo bo'lishini ko'ramiz. Yog' bezlari aktivligi gormon ta'sirida oshgandan keyin u ko'p yog' ishlab chiqaradi. Yog' o'lik to'qima bilan birga poralarni berkitib qo'yadi va natijada terimizda oq tochka, qora tochkali komedonlar paydo bo'lishini ko'ramiz. Uchinchi sabab bu yallig'lanish. Endi poralarimiz berkilib qolgandan keyin o'tda bakteriyalar ko'payish uchun sharoit paydo bo'ladi va terimizda og'riqli toshmalar, tugunchalar, yiringchalar chiqishini kuzatamiz. Ya'ni qichishish, qizarish, shishish va og'riqli toshmalar siz bilan birga bo'ladi. Mana shu asosiy 3 ta zveno sizdagi toshmalarni sababidir, ya'ni kelib chiqish mexanizmi. Akne, ya'ni husnbuzarlar kelib chiqish sabablarini bir qanchasini bilib oldik, mexanizmini sizlarga qisqacha tanishtirib o'tdim. Endi ko'pchilik mana shu qiladigan xatoliklarni bir qanchasini sanab o'taman. Bu xatoliklardan birinchisi yuzdagi toshmani siqish. Ko'pchilik oynaga qaraydi, yuzingizda yiringcha, sariq siqadigan qanaqadir toshmalar paydo bo'lib qolgan bo'lsa yoki og'riqli bo'lib chiqayotgan bo'lsa, shuni tezroq chiqarib tashlasam tezroq yaxshi bo'ladi deb qo'li bilan siqisha boshlaydi. Siz toshmani siqqaningizda terini qavatlari bor, o'rta qavatini ham zararlab qo'yasiz va natijada u keyinchalik bitayotganda chandiqlanib bitadi. O'zingizga o'zingiz dog' va chandiq orttirib olasiz. Ikkinchi xatodan bittasi bu noto'g'ri kosmetika. Ya'ni uhud har kimdan har xil narsalarni eshitib olib, yuzingizga surasizlar. Masalan, internetdan qanaqadir blogerlar gapirib chiqadi, boshqalar gapirib chiqadi, o'zingizga teringizni holatini yana ham yomonlashtirishiga sabab bo'lib qolasiz. Keyin ko'pchilik aytadi, kir suvini yuvgin deb aytadi. Uchinchi xatodan biri. Ya'ni terini ko'p va agressiv yuvish bu teri baryerini buzilishiga va terini o'zini pH bor, 5.5 pH balansi bor. Ishqoriy, kislotali muhit degan narsa bor. Uni shu pH balansi bizda terida 5.5 hisoblanadi. Aynan shuni siz qadib yuvirsangiz quritadigan ishqoriy vositalar bilan bu baryer buzilishiga sabab bo'ladi. Baryer buzilishi esa toshmalaringizni kuchaytirib qo'yadi. Yana ko'p qilinadigan xatoliklardan bittasi davoni boshlashadi. O'zi dunyo standarti bo'yicha boshlashadi, lekin o'rta og'ir va og'ir darajalarda davo uzoqroq davom etadi. Bizda yoshlar ko'pchilik qiladigan xatosi shoshadi. Davoni tezroq tugatishga, tezroq natija olishga harakat qilib, davoni to'g'ri boshlangan joyidan to'xtatib qo'yib, qanaqadir boshqacha qanaqadir muolajalar olgiligi keladi, ichkilarni tozalagiligi keladi, qanaqadir detokslar qilgiligi keladi. Natijada toshma ketmaydi. Yana aylanib boshqa dermatologga borishadi, yana o'sha davoni yozib beradi. Ya'ni sabrsizlik. Keyingi xato o'ylashlardan bittasi bu husnbuzarga sabab bo'ladigan narsani oshqozon va ichak kasalliklaridan deb o'ylashligi. Ko'pchilik qiladigan xatosi. Oshqozonini qaratadi, ichaklarini tozalaydi, qanaqadir detokslar, ichini tozalaydigan vositalar qabul qilib,
davolanishadi. Oshqozon ichagingizni tozalatganingiz bilan, qanaqadir yuvuvchani ishlatganingiz bilan yuzingizdagi toshmalar ketib qolmaydi. Shuni bilib oling. Bu yog' bezlari faoliyati bilan bog'liq kasallik hisoblanadi. Oshqozon ichak bilan bog'liqlik anaqasi yo'q. Qachon bog'liqligi bor? Agar ichaklaringizda vaspalin, ya'ni yallig'lanish kuchli bo'ladigan bo'lsa, ichingiz yaxshi kelmaydigan bo'lsa, yuzingizdagi toshmalar kuchayib ketadi. O'shaning uchun biz agar oshqozon ichagida muammosi bo'lsa, uni yondosh kasallik sifatida qarab davolashimiz kerak. Toshma tezroq yaxshi bo'ladi. Faqatgina oshqozon ichakni o'zini davolatish orqali siz yuzingizni tozalanib ketishiga hech qachon erisha olmaysiz. Shuni bilib qo'ying. Keyin ko'pchilik keladigan bemorlar aytishadi, yuzida toshma chiqsa, qanaqadir uni anaqasida oshqozon ichaklarida gijja, qanaqadir gelmitlar bor deb o'ylashadi. Husnbuzar toshmasida sababi hech qachon gijjalar emas. Siz bolalaringizni, anaqalaringizni tekshirtirib, gijjalarga davolatganingiz bilan toshmasi ketmaydi. Gijjadan sabab qidirmanglar. Umuman husnbuzarning o'rta og'ir darajalarida yuzni qanaqadir kosmetika do'konlaridan uxot vositalari orqali davolash bu xato hisoblanadi. Uxot vositalari, kosmetik vositalar bular vaqtinchalik sizga yordam berishi mumkin yoki kosmetologlarga borib chistka qildirish. Chistka ham davo standartida yo'q. Ular vaqtinchalik yordam beradigan vositalar. Qanaqadir o'sha qilgan payti kislotalar boshqalar hisobiga siz ko'p turgan toshmalaringiz kamayganday bo'lib ko'rinishi mumkin. Bu davo emas. Ozgina vaqt o'tgandan keyin yana oldingi holatiga qaytishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun aynan dunyo standartida ishlatiladigan yog' bezlari faoliyatiga ta'sir etadigan dorilar bilan davolanishingiz kerak. Umuman olganda husnbuzar, ya'ni akneni davosida xatolar juda ko'p. Ularni gapirsak tugamaydi videomiz. Endi o'tamiz, kimlarda ko'proq uchraydi? Aknega moyillik haqida gaplashamiz. Umuman husnbuzar akne bu nasliy moyillik tufayli paydo bo'ladigan holat hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani? Yog' bezi bo'lsa, yog' bezida o'zi sezuvchi hujayralar bo'ladi. Biz retseptorlar deb ataymiz. Ana shu retseptorlarga boyaga aytgan androgenlar, ya'ni erkaklik gormonlari miqdori normada bo'lsa ham ta'sir qiladi. Chunki u yerda sezuvchanlik bor. Sezuvchanlik mana shu yog' bezlaridagi sezuvchanlik nasliy o'tadi. Kimdadir sezuvchanlik yuqori, kimdadir o'rta, kimdadir past. Sezuvchanlik yuqori bo'lganlarda akne, ya'ni husnbuzar toshmalari ko'p chiqadi. Ya'ni o'rta og'ir darajada namoyon bo'ladi. Sezuvchanligi past yoki yo'q bo'lganlarda toshma deyarli chiqmaydi yoki yengil darajada 2 ta 3 ta chiqib o'tib ketadi. Demak, asosi husnbuzar naslga borib taqaladi. Shuning uchun biz bemorlardan so'rab surishtiramiz. Ota, ona tomonidan kimdadir husnbuzar toshmalar bormi, yo'qmi? Amaki, xola, tog'alarda bo'lgan bo'lishi mumkin yoki yetti avlodida. Asosi birinchi o'rinda nasliy moyillik. Ikkinchisi gormonal o'zgarishlar. Ko'proq bu gormonal o'zgarishlar qizlarga taalluqli. Shu balog'at yoshida menstrual sikl kelishi boshlaydi. Mana shu siklda ayrimlarda buzilish bo'ladi. Ya'ni gormoni tushib, ko'tarilib, o'ynab turadi yoki ginekologik holatlar bor. Masalan, tuxumdonlar polikistoza sindromi yoki tug'ma buyrak usti bezi yetishmovchiligi kabi holatlar bor yoki insulin rezistentlik bo'lishi mumkin yoki prolaktin gormonining juda baland chiqishi. Mana shu holatda gormonal o'zgarishlar, nasliy moyillik bo'lmasa ham gormonida o'zgarish bo'lsa, u yog' bezi faoliyatini buzilishiga sabab bo'ladi va bu terida har xil husnbuzar toshmalar bilan namoyon bo'ladi. Shuning uchun agar biz gormonal o'zgarishga bemor kelganda suhbatlashganimizda sikl buzilishlari yoki ortiqcha tukla chiqishi yoki juda jadal soch to'kilishi kabi bir qancha belgilari bor. Uni yana alohida video darsda gaplashamiz. Shunaqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, qizlarimizga gormonal fonini tekshirish analizlarini tavsiya qilamiz. Yana bir sabablardan bittasi stress. Hayotida ko'p stress bo'ladiganlar, uyqu rejimi yaxshi bo'lmaganlarda kortizol degan gormon bor bizda, stress gormon deymiz. Ana shu gormon ko'tarilib tushib turadi va bu gormonning o'ynashi boshqa gormonlarga ta'sir qilib, yog' bezi faoliyatini izdan chiqarishiga sabab bo'ladi. Demak, ko'pchilikda kuzatiladigan holat stress toshmani toshishiga sabab bo'ladi. Oddiy misol, mana Toshkentga o'qishga kelishadi viloyatlardan bizga. Toshkentga o'qishga kelishadi. Ana shu viloyatdan Toshkentga kelganda organizm muhit o'zgarishiga ko'nikish davrida stress o'tkazadi o'zida. Ana shu stressda bizga ko'pchilik murojaat qilishadi talabalar. Stress o'tkazadi. Yangi o'qishga keldi, o'sha kvartirasi yoki yotoqxonasiga joylashyapti. Qanaqadir stress oladi, muhitga moslashish davrida ana shu paytda toshmalar kuchayib ketadi. Yoki teskarisi, shahardan o'zini o'sha viloyatiga borganda, viloyatida kuchayishi mumkin. Bu ham organizmga qanaqadir stress. Stress faqat bu asabbuzarlikdan emas, muhit o'zgarishiga ham sabab bo'ladi organizmga stressiga. Va bu toshmalarni qaytarishiga ham sabab bo'ladi. Umuman husnbuzar toshmalari, akne toshmalari tananing qaysi qismlaridan chiqadi? Ya'ni bu yog' bezlari ko'p bo'lgan joylardan chiqadi. Yog' bezlari biz tanamizda yuz sohasida, ko'krak, orqa yelka sohalarida va boshqa sochli qismida ko'p joylashgan. Aynan husnbuzar toshmalari ham shu yog' bezlari faoliyati bilan bog'liq bo'lgani uchun har doim mana shu yuz, ko'krak, orqa yelka sohasidan chiqadi. Husnbuzar akneda qanaqa tekshiruvlar zarur? Endi shu haqida qisqacha aytib beraman. Yonimizga bemor kelsa, agar ko'rganimizda yengil darajasi bo'ladigan bo'lsa va suhbatlashganimizda ortiqcha shikoyatlari bo'lmasa, bizga ortiqcha analiza kerak emas.
asosan yog' bezlari faoliyatini tinchlantiruvchi mahalliy surtishuvchi vositalar va terini to'g'ri parvarish qilish orqali natijaga erishishimiz mumkin. Endi agar bemor keldi yonimizga o'rta og'ir yoki og'ir darajada toshmalari yuzida ko'p yoki toshmalari tarqalgan, ko'krak orqa yelka sohalagan chiqayotgan bo'lsa, bunaqa holatlarda biza sistem davo, ya'ni ichish uchun dorilar tavsiya berishimiz kerak. Bu antibiotiklar bo'lishi mumkin, yoki og'ir darajalarda sistem retinoidlar bo'lishi mumkin. Ana shunaqa holatlarda bizaga ayrim analizlar kerak bo'ladi. Hop, bizada husnbuzarli davo yozishimiz uchun ko'p analizlar talab etilmaydi. Ayrimlar bir talay pachka analizlar bilan keladi. Ko'p analizlar kerak emas. Va analizlarni biz ajratishimiz kerak. Erkaklarga boshqacha analizlar va ayol va qizlarga boshqacha analizlar. Erkaklarda bizda ko'pincha gormonal o'zgarishlarga shubha qilmaymiz. Ularda testosteron anaqasi o'zi o'ynab turadi, topshirtirmaymiz gormonlarga odatda. Qachon topshirtirishimiz mumkin erkaklarda? Agar u sport bilan shug'ullanyapti, sportivniy pitaniyalar qabul qildi, qanaqadir steroid ukollarni urdi, ya'ni bodybuilding bilan shug'ullanadi. Ana shunaqa bemorlar keladigan bo'lsa yoki gormonal o'zgarish qanaqadir tug'ma nuqsonlari bo'ladigan bo'lsa, unaqalarga tekshirtirishimiz mumkin. Erkaklarga asosan gormonal analizlar yozmaymiz. Nima analizlar yozishimiz mumkin? Erkaklarda agar biz sistem retinoid yozmoqchi bo'lsak, unda bizga analizlar kerak bo'ladi. Bu общий qon tahlili, ya'ni umumiy qon tahlili, jigarlarning holati, ALT, AST, bilirubin kabi analizlar va lipid spektri kerak bo'ladi. Asosiy analizlarimiz. Endi yondosh kasalliklari, boshqalar bo'ladigan bo'lsa, suhbat asosida qo'shishimiz mumkin. Non sistem retinoidlar uchun boya yuqorida sanab o'tgan analizlarning o'zi yetarli. Xo'p, endi ayollar va qizlardagi husnbuzar. Ularda boshqacharoq analizlar kerak bo'ladi. Endi biz suhbatlashganimizda agar ayol va qizlarda gormonal o'zgarishlarga shubha qilsak, sikl buzilishlari, siklin qanaqadir o'z vaqtida kelmayapti, tutilib qolyapti, ya'ni zadержка bo'lib qolyapti. 2 oyda bir, 3 oyda bir keladiganlar bor, yoki oyiga 2 marta kelib qoladiganlar bor. Bunaqa holatlar tez-tez bo'lib tursa, yoki anamnezga kelganimizda oldin ginekologda kistalar bo'yicha davolangan, ya'ni shu tuxumdonda har xil kistalar kelib qoladi. Bunaqa holatlarda biz anamnez berganimizda aniqlab, bunaqa holatlarda qo'shimcha gormonlarga analiz yozamiz. Aynan ayollar va qizlarda qanaqa gormonlarga analiz qachon yozilishi haqida men alohida video qilaman. Buni tez orada qilamiz, kuzatishda davom eting. Ayollarda, qizlarda agar gormonal narusheniyga, buzilishlarga shubha qilmasak, ortiqcha analiz kerak emas bizga. O'sha sistem retinoid yoki antibiotik boshqa yozmoqchi bo'lsak, bizga umumiy qon tahlili, jigarlar holatini aniqlashimiz uchun ALT, AST analizlari va kerak bo'lsa lipid spektrini tekshirishimiz mumkin. Endi akne husnbuzari davosi haqida gaplashib o'tamiz. Umuman husnbuzar davolanadimi? Nazorat qilib ushlab tursak bo'ladi. Ya'ni davoda toshmalarimiz to'liq ketadi, tiniqlashadi terisi. Ayrim holatlarda to'liq davo kursini olgandan keyin ham 20%, ayrim adabiyotlarda 36% holatlarda toshmalarni qaytalanishi kuzatilishi mumkin. Qaytalanganda ham oldingiga qaraganda ancha yengil formada qaytalanadi va mahalliy surtishuvchi vositalar o'zi bilan ko'pincha bu jarayon o'tib ketadi. Bizda birinchisida parhez haqida to'xtalib o'tamiz, ya'ni to'g'ri ovqatlanish. To'g'ri parhez bizda qaratilgan yog' bezlari faoliyatini normallashtirishga, yog' bezlarini faoliyatini buzadigan, ularni qo'zg'atadigan ayrim mahsulotlar bor. Ularni ratsionimizda maksimal kamaytirishimiz kerak bo'ladi. Bular shirinliklar. Shirinliklarni yemang demaymiz. Oldingiga qaraganda, boshqalarga qaraganda kamroq iste'mol qilishingiz kerak. Masalan, yoningizga 4 bo'laga kesishdi, qo'yishdi. Uni hammasini siz yeb qo'yishingiz kerak emas. Kichik bo'lagini yeyishingiz mumkin. U hammasini yesangiz, sizda shirinlikka nisbatan yog' bezingizda sezgirlik bo'ladigan bo'lsa, ya'ni tez hazm bo'ladigan, glikemik indeksi yuqori bo'lgan mahsulotlarga sezgirlik bo'ladigan bo'lsa, bu toshmalarni kuchayishiga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi asosiy mahsulot bu sut mahsulotlari, sut, qatiq, qaymoq, tvorog, sigir, brinza. Ayrimlarda sut mahsulotlari ham husnbuzar toshmalarning kuchayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun biz dastlabki oylarida davoni birmuncha parhezni kuchliroq qilishni tavsiya beramiz. Bu shirinliklar, sut mahsulotlari va shu bilan birgalikda har xil rangli suvlarimiz, soklar, gaz ichimliklar, energetiklar, ular ham toshmani kuchaytirishi mumkin. Keyingisi to'g'ri parvarish. Yuzimizni to'g'ri parvarish qilishimiz kerak. Vaqtida tozalashimiz, vaqtida SPF'imizni surishimiz va dermatolog tomonidan tavsiya berilgan davolovchi vositalarni vaqtida esimiz chiqarmasdan sxemasi bo'yicha qilishimiz kerak. O'shanda natijaga erishamiz. Endi davosi haqida gaplashamiz. Birinchi mahalliy davosi, ya'ni surtish uchun ishlatiladigan vositalar. Dunyo standarti bo'yicha gaplashadigan bo'lsak, birinchi kategoriyada eng yaxshi ta'sir qiladigan akneda bu retinoidlar hisoblanadi. Surtish uchun mahalliy retinoidlar. Bularga nima kiradi? Eng ko'p hozir ishlatilayotgani adapalen tarkibli vositalar. Adapalen tarkibli gel yoki krem vositalari. Ularni dermatolog nazoratida uzoq vaqt ishlatilsa, albatta effekt beradi. Ikkinchi vositalarimiz bu azialin kislota tutadigan vositalar. Azialin kislota ham toshma chiqishini kamaytiradi, ham dog'larni ochirtirishga yordam beradi. Uchinchi vositamiz benzoil peroksid tutuvchi vositalar. Benzoil peroksid sos vosita, ya'ni tez yordam. Toshmangiz bo'rtib chiqdi, og'riqli, yiringli, sursangiz u tezroq ketkazadi.
va klindamitsin fosfat. Klindamitsin fosfat bu antibiotik. Agar toshmalaringiz yiringli bo'lib chiqayotgan bo'lsa, bezol peroksid bilan klindamitsin fosfat birgalikda kelgan gellar bor. Mana shunaqalardan foydalanishingiz mumkin. Yiringlarni tezroq quritib, tezroq bakteriyalarni o'ldirishga yordam beradi. Aynan mana shu sanab o'tgan vositalarim dunyo standartida bor. Hozir retinoidlarni yangi pokoleniyasi ham chiqqan. Trifalaten tarkibli, masalan, Aklif degani bor. Endi hozircha bu O'zbekistonga kirmadi. No chet elda, Rossiya, Yevropa davlatlari, Amerikada hozir u mahalliy retinoidlarda zamonaviy pokoleniyasi sifatida keng ishlatib kelinmoqda. Mahalliy surtish uchun vositalardan tashqari, endi sistem ichish uchun vositalar. Ichish uchun vositalardan nimalar yordam beradi? Agar bizda yiringlik, yallig'lan kuchli bo'lgan bo'lsa, bu yerda antibiotiklar beriladi. Antibiotiklardan tetrasiklin qator antibiotiklarni biz ko'proq ishlatamiz. Bular doksisiklin, minesiklin kabi antibiotiklar. Ular sxema qilib dermatolog nazoratida uzoqroq vaqtga beriladi. Antibiotiklardan keyin bizda eng asosiy dunyo bo'yicha o'rtog'ir og'ir darajalarida yoki yuzida chandiq qolishga moyilligi yuqori bo'lganlarda sistem retinoidlar beriladi. Sistem retinoidlar, ya'ni izotretinoin tutuvchi dori vositalari. Bular dunyo standartida hozir eng birinchida turgan dorilar. Ularni ko'pchilik qo'rqadi, nojo'ya ta'sirlari, boshqalari bor. Lekin sistem retinoidlar bu eng yaxshi ta'sir qiladigan dori vositalari. Albatta, vrach nazorati ostida davoni boshlashdan oldin kerakli analizlarni topshirtirib, hammasi yaxshi chiqsa, nazoratda kumulyativ doza yig'guncha ichsangiz zo'r effekt olasiz. Endi davoda yana qo'shimcha yondosh kasalliklar yoki yondosh muammolar, masalan, ichishni yaxshi kelmasligi yoki jigaradagi muammolar yoki qanaqadir gormonal o'zgarishlar bo'lsa, bu dorilardan tashqari o'sha yondosh kasalliklarini bartaraf etishga qaratilgan davo ham qo'shiladi albatta. Masalan, vitamin D ni qo'shishimiz mumkin. D ham terining immunitetini ko'tarishda yordam beradi. Ayrimlarga sink preparati qo'shib beramiz, ayrimlarda prebiotiklar, probiotiklar qo'shib beramiz. Ichaklar faoliyatini normallashtirish uchun va hokazo. Holat darajasi, formasi, yondosh muammolariga qarab davo taktikasi tanlanadi. Endi ko'pchilikni qiladigan xatosi, mana davoni oldi, yaxshilanib boryapti, toshmalar chiqishdan to'xtadi. Dermatolog kelish kerak bo'lgan sanani belgilab qo'ygan. 2 oydan keyinmi, 1 oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi, yaxshi bo'lib qoldim deydi-da, tashab qo'yadi, ketib boradi. O'zining ishi bilan, boshqasi bilan shug'ullanadi. Bu xato ish hisoblanadi, chunki yog' bezlari faoliyati to'liq kichrayib, normaga tushmaguncha davom etishingiz kerak. Endi siz erta to'xtatib qo'ydingizmi, bu ma'lum muddatdan keyin yana toshmalarning qaytalanishiga sabab bo'ladi. Dermatolog tomonidan davo to'liq to'xtatilgandan keyin ham qaytalamasligi uchun choralari bor. Haftada 1 marta, 2 marta suradigan vositalar bor. Ana shu vositalar bilan davoni ushlab turuvchi davo fonida davom etishingiz kerak. Shunda natijaga erishasiz. Sizda bir necha yildan beri husnbuzar toshmalar bor. Qiynalib yuribsiz, turli xil davo choralarini oldingiz, yana qaytalanyapti yoki ko'plab chandiqlar qolib ketyapti yoki toshmalaringiz tarqalgan shaklda bo'lsa, men sizga onlayn yoki offlayn konsultatsiyani taklif qilaman. Onlayn konsultatsiya qanaqa bo'ladi? Onlayn konsultatsiya uchun Telegram orqali lichkamga siz holatingizni, teridagi toshmalarni tiniq, bez filtr foto qilib qoldirasiz va onlaynga deb yozsangiz, sizga onlayn haqida to'liq ma'lumot va savollar to'plami beriladi. Ana shu savollarni har bittasiga javob berib chiqasiz. U yerda oldingi olgan davolaringiz, hozirgi holatingiz, topshirgan analizlaringiz bo'lsa, analizlaringiz bandlari bor, har bittasini to'ldirib berasiz. To'ldirganingizdan keyin to'lov summasi bor, o'shani qilasiz. Qilganingizdan keyin siz ro'yxatga kiritib qo'yamiz. Ro'yxatga olinganingizdan keyin 1 sutka ichida navbatingiz kelganda, ayrimlarda ulgurmasa 2 sutkaga cho'zilishi mumkin. Navbatingiz kelganda to'liq davo yozib beramiz va tushuntirib berib, konsultatsiyangizni olasiz va har oy aloqaga chiqib turasiz. Bitta to'lov orqali siz 3 oy nazoratda bo'lishingiz ta'minlanadi. Endi offlayn konsultatsiya, ya'ni klinikaga kelib ko'rishingiz mumkin. Telegram orqali adres, lokatsiya deb yozsangiz, sizga adres beriladi va kelish sanasi, soati yozdirib qo'yiladi oldindan. Zapis orqali klinikaga kelib, shu muammongizni batafsil menga ko'rsatib, tushuntirib berib, konsultatsiya olib ketishingiz mumkin. Bizning klinikada boya sanab o'tgan hamma tekshiruvlar bor, teri kasalliklariga ixtisoslashgan klinika.